Azimboy, hormang. Nima bu hamma yo'qlar yoqib yuboryapsiz? Qani assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu o'sha hali kraskasi chidamli ko'ralaringizmi? Hamma narsa sindirsa biz yondirib yuboramiz. Yo'q, uylar yondirmay, ko'ra yondirsiz ham. Mana qaranglar, mana kraskalari chidamliligini hech nima bo'lmaydi. Mana Azimboy yoqib ham proba qilib beryapti. O'sha mashhur ko'ralarimiz bo'ladi. Mana keldi. Kimga nechta kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilib chiqaveradi. 60 santimetrli bo'ladi, Azimboy. Mana kraskasiga ham hech nima qilgani yo'q. Mana qarang, mana yonishda davom etyapti. Kraskasiga hech nima qilmaydi. Chidamliligi zo'r bo'ladi, Azimboy. Nima yangiliklar? Shumi yangiligimiz? Xo'p, bu ko'ralarimiz narxi necha pul? 130 ming. 130 ming so'mdan, ob'yomda qilib beraverasiz. Ko'mirlaringiz ham bor. Ko'mirlarimizdan ham bor. Gap yo'q. Omadingizni bersin. Yana nima qilyapsiz endi? Mana qarang. Gaz ballonda ham yoqib beraveramiz. Bo'ldi, bitta yoqib ko'rsatib beringchi, kraskalarning stoykasini hech nima qilmaydi. Uchmaydi. Bu ko'ringizga javobda endi. Yengil yig'iladigan. Yengil. Qani mana bitta ko'raychi, haqiqatda hech nima qilmas ekan, mana qaranglar. Mana kraskasi va shu uchgan yo'q. Mana shu joyga uryapmiz. Mana qaranglar, mana. Gaz ballon urib turibmiz, mana gaz o't yonyapti. Ko'ryapsizmi? Hech nima qilgani yo'q. Materiali ham kililistdan bo'ladi, baquvvat bo'ladi. Eng muhimi, kraskasiga hech nima qilib sasib kraskalari uchib ketmaydi. Shunaqa ko'ra faqat kimda? Sizdami? Bizda. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana ko'raveringlar, mana qancha desalarni qo'yib beraveramiz. Bu o'zimiz brendimiz ostida nomerlarimizni qo'yib chiqaramiz. Mana cheklanmagan miqdorda, mana kimga mana shu kerak bo'lsa yetkazib beramiz. Dastavka xizmatimiz ichida narxi 130 ming so'mdan, razmeri 60 santimetrli bo'ladi. 3 xil pozitsiyada shashlik pishiradi. Ikkita yonga, bitta to'g'riga bemalol shashliklaringizni aylantirib pishiraverasiz. Mana ko'ryapsizmi, qarang. Hech nima qilgani yo'q kraskasiga.